Sekizda o'tiribmizmi deb o'ylayman. Shunaqa narsa bemaza narsalar chiqaryapti. Madaniyat qatga qarayapti, san'at qatga qarayapti, vazir qatga qarayapti, vazir o'rinbosarlari qatga qarayapti. Hadeb shu gapni bizani yozadi. Kim maza qildi? Hamma ko'tirma, qo'polsa aytaman, ko'tirma qildi. Ustozlarimizni yaratib ketgan ba'zani hamchi odoy tomon qo'yamiz. Buzib, nimalardir qilib, remix qilib, hamma yog'ini dabdalasini chiqaryapmiz. Yo'q, haligida jikr-jikr qilib halini taqa qilib qo'yib qadimizganda o'zini tashib o'ynaydi yigitlar. Yoshlar buzilib ketyapti. Yoshlarni buzayotgan madaniyat, san'at ahli bo'ladi. Hozir fonogrammani yo'q qilsin. Ko'ramiz qancha odam. Ma'nosi nima, so'z nima u kerak. Bizmasdan yetish kerak. Etlaring Xudo xayring bergur, o'sha pardasidan yuqoriroq qilib yetadigan kuching bo'ladigan bo'lsa, o'sha pardadan yuqoriroq qilib et. Xalq qarashi ham buzilgan, eshitishi ham buzilgan. Masalan, hamma narsa buzilgan. Sizlar bizlar boshchiligimizda san'atni sekin asta kemirib, yo'q qilib yuboryapmiz.